Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bir muddat tanaffusdan so'ng va nihoyat sizlar bilan o'zimizning shinamgina oshxonamizda uchrashib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugun birgalikda dunyodagi eng yumshoq, eng mazali, eng shokoladli maffin tayyorlaymiz. Demak, boshladik. Birinchi navbatda deyarli 2 stakan unni elakdan o'tkazib olamiz. Yarim stakan kakao, 1 choy qoshiq qabartma tuzi, yarim choy qoshiq osh tuzi, 1 stakan shakar va 1 paket taxminan 1 choy qoshiq atrofida vanilin qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Yarim stakan miqdorida salat yog'i, buning o'rniga 100-110 gram sariyog'ni eritib qo'shsangiz yanada mazali bo'ladi. Stakanning 4dan 3 qismi miqdorida smetana yoki bu retseptda yog'liqligi kamroq bo'lgan qaymoqdan foydalanganman va stakanning 4dan 3 qismi miqdorida issiq sut qo'shib aralashtiramiz va oxirida bitta tuxum qo'shib yana bir xilda silliq massa hosil bo'lgunga qadar aralashtirib olamiz. Massamizga oxirida 1 stakan miqdorida mayda qora shokolad donachalaridan qo'shamiz va birozgina qismini maffinlarning ustiga ishlatish uchun olib qo'yamiz. Tayyor massamizni maffin kekschalar uchun mo'ljallangan qolipchalarga quyib olamiz va uning ko'tarilishini hisobga olgan holda qolipni to'la qilmasdan 1-1,5 sm miqdorida kamroq qilib qo'yishingizni tavsiya etaman. Ustiga esa chetga olib qo'ygan shokolad donachalaridan sepamiz va oldindan qizdirilgan 180 darajadagi duxovkada 20-25 daqiqa davomida pishirib olamiz. Tayyor bo'lganligini yog'och cho'p yordamida tekshirib olsangiz bo'ladi. Bu maffinlarni tatib ko'rganingizdan keyin ko'chadan sotib olmasligingiz aniq, juda ham mazali. Albatta tayyorlab ko'ring. E'tiboringiz uchun tashakkur. Kanalimizda qoling, obuna bo'ling va do'stlaringizga ham ulashing.